Nima ahvolmi? Ahvolni qarash, hamma rasvo bo'lib ketibdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bu bizning inkubatorlarimiz bityapti. 250 tali inkubatorlarimizga o'zgarish kiritildi. Mana o'zgarish kiritildi. Sizlarga bitta yangilik video bo'lyapti. Miyasini mana bunaqangi tepasiga joylashtiryapmiz. Bunisi sal yonboshga bo'lib qolibdi, xunuk bo'lib qolibdi. O'rtaga qo'yamiz endi har doim. 250 tali edi. Miyasini nimaga sababi tepaga qo'yapmiz endi. Sabablarini hozir aytaman. Ham ichi uzanyapti. Bu aslida bu birinchi sabab emas, asosiy sabab emas, lekin bu tomondan yana bitta foyda. Tagida ancha katta joy bo'lib, yashiqlar 2-3 ta yashiq sig'ib, raddon qilib ishlasa ham bo'ladi tagidan. Xullas sababi remont qilishga oson. Eng asosiy sababini aytaman hozir. Mana bu yerga qo'yayotganimizda miyasi, bilasizlar, mana termoregulyator mana bu terlaydi. Terlab, mayllari ham bug'lanib, ter bo'lib, tomchi bo'lib, ekranlari ham shunaqa bo'lib ketadi. Vaqti kelib 1 yil shunaqangi holatda turgandan keyin ichidagi sxemalariga ziyon yetib, qayerdir bir yerlar namligi umuman o'chmay qo'yishi mumkin, yo umuman ishlamay qolishi mumkin, yo pavorot ishlamay qolishi mumkin. Relaylari ishlamay qolishi mumkin. U nagruzga tushgandan emas, boshqadan emas, o'sha tellagandan keyin o'z-o'zidan ish ko'rsatmay qolyapti. Shunaqangi buzilishlar bo'lyapti miyasi. Shuning uchun endi mana tashqariga, tepaga joylashtiryapmiz, xavfsiz. Ichini ochib bemalol nimadir bo'layotganini tomosha qilib o'z almashtirsa bo'ladigan. Xudo xolasa buzilmayapti, endi ham xavfsiz bo'lib qoldi, faqat xunuk bo'lib qolyapti, xolos. Lekin odamlarga birinchi o'rinda uzoq muddat ishlab berishi, yaxshi ochib berishi birinchi o'rinda turadi. Hattoki mana mingtaliknikini ham tepasiga qo'yib qo'yaverdik. Mana bu ichlari mana hozir endi tuxum teradiganlari, yashiqlari solinyapti. Mana hozir bunday qo'yiladi mana. Mana miyasi tepaga qo'yilyapti buni ham. Mana mingtalikniki. Tepaga qo'yiladi-da, mana bu yerda buniki ham mana ochiladi bemalol. O'zimizni mana shu zavodskoy shitlardan qo'yib qo'yapmiz.